sud, choyxona, kafe, restoranlarga borishni taqiqlashi ham mumkinligini bilasizmi? Bir sud hukmini o'qib qoldim. U yerda aytilyaptiki, bu jinoyatchi kelgusida yana jinoyatlar qilishini oldini olish uchun uni choyxona, kafe, restoranlarga borishi ham taqiqlanadi deyilyapti. Endi bu taqiq masalan ozodlikni cheklash jazosi doirasida berilyapti. Xalq tilida endi ko'pchilik uy qamog'i deb qo'yadi. O'sha yerda shartlari belgilanadi. Masalan, aytaylik, mana shu paytgacha ko'chaga chiqmaslik, viloyatda o'sha hududidan chetga chiqib ketmaslik, yoki masalan internetdan foydalanmaslik, alkogol ichmaslik deydi. O'shalar qatorida shu choyxona, kafe, restoranlarga borish taqiqlanadi deb ham yozib qo'ygan. G'alati bo'lsa kerak, odam puli bor, xohishi bor, oshnoga aynisi bor, birga boradigan. Lekin sud taqiq qo'ygan. Internetga kirsa, futbolgerlar go'shtli ovqat falonchi joyda zig'ir osh deb reklama qilyapti-da. Keling shu restoranga, oilangiz bilan keling, do'stingiz bilan keling deyapti. Siz borishga huquqingiz yo'q. Taqiqlangan siz uchun. Pulingiz bor, boshqa bor. Shuning uchun ham jazoda endi o'sha ma'lum bir jinoyatdan xulosa chiqarish uchun beriladigan jazo o'z nomi bilan. To'ylarga, har xil oshno-g'ayni bilan o'tiriladigan bir tadbirlarga sudda hukmi bo'lganligi uchun bora olmaslik menimcha alam qilsa kerak.